Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan sirni palichkali salat tayyorlaymiz. Bu salatimiz uchun bizga qizil sabzi kerak bo'ladi. Qizil sabzi salatimizni ko'rinishini chiroyli qiladi. Sabzilarimizni artib tozalab tyorkadan chiqarishni boshlaymiz. Lekin tyorkadan chiqarilganda bu juda ham bir atalanib ketadigan salatga o'xshagan uchun buni ishlatgim kelmay sabzilarimizni qo'lda ingichka qilib to'g'radim. Mana har bir sabzini qo'lda to'g'ragandan so'ng bir osh qoshiq tuz solib, ya'ni bir chimdim tuz solib, ustini qattiq narsada bekitib, uzog'i 15-20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Sabzimizni tuzi shimib, suvlari ajrab olish uchun. Agar xohlasangiz katta tog'oralarda ham qilsangiz bo'ladi. Bu salat sabzimizni shuna tayyorlab qo'yib, boshqa salatlarga ham foydalansa bo'ladi. Aynan shu salat uchun emas, umuman olganda ko'chaniki bilan kimchilarga ishlatadigan boshqa salatlarga ham shu sabzimizni shu usulda tayyorlasangiz bo'ladi. Mana suvlarini ajratib olganimizdan so'ng bir osh qoshiq shakar hamda 1-2 qoshiq o'simlik yog'i qo'shib, ularni ham yaxshilab aralashtirib 5-10 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Sabzilarimiz tingandan so'ng, mabodo buni ham suvlari chiqadi. Suvlarini silqitib olib tashlashni unutmang. Endi salatimiz uchun biz asosiy kerakli masalliqlarni yig'ishni boshlaymiz. Bir 5 dona, 6 dona xohishga qarab tuxumni qaynatib, uni ham kubik shaklda to'g'raymiz. Sirni palichkalarimizni ham ingichka qilib bo'lib olamiz. To'g'ralganda mayda bir xil chiqish uchun bularni ham kubik shaklga kelib to'g'rab salatimizni qo'shamiz. Va bizga yana bodringlar kerak bo'ladi. 5-6 dona bodringlarimizni ham mayda qilib kubikcha shaklida to'g'raymiz va hamma masallig'imizni birin-ketin yig'ganimizdan so'ng bizga makkajo'xorilar kerak bo'ladi. Bir konserva makkajo'xorini hammasini qo'shib yubordim. Ta'mi juda ham shirin chiqish uchun. Mana tayyor bo'lgan sabzilarimizni ham qo'shamiz. Ustidan mayonez, xohishga ko'ra smetana ham qo'shsangiz bo'ladi. Mayonez qo'shib yaxshilab salatimizni aralashtiramiz. Ko'ryapsiz, hamyonbop, vitaminlarga boy, juda ham bir ta'mlari ham bir o'zgacha mazali salatimiz tayyor. Siz ham bir bora tayyorlab ko'rishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Salatimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni unutmang. E'tibor uchun hammaga rahmat.